Saidahmad, anu oq Cobalt bor edi-yu. Aha. O'shani sotib olish kerak. Egasichi? Ha, u bir oylik pulini berolmadi, aringlarni qo'yib qo'ydim. Uxladi. Unda yangi qo'y topishimiz kerak ekanda, o'rtoq. Yigitlar, balkim bu yog'iga ko'pni o'ynarmiz. Nima taklif bor aka? Reja tushunarli bo'lsa, o'yin masjiddan boshlanadi. Ketdi. Umuman xavotir olmang, biz 15 yil mobaynida mijozlarning ishonchini qozonib kelganmiz. Vaqtida 100 bitadi. To'lovini bajarsangiz bo'ldi. Mana shartnomangiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Dahshat-u, ha. Saidahmad kechaga pullarni nima qilding? Pullarni seyfga qo'yib qo'yganmiz. Shahzod sanda nima gap? Menda zo'r yangiliklar. Sebzordagi kvartira bor edi-yu, 7 kishiga sotib oldim. Yana 3 ta ahmoq puli bilan tayyor turibdi. Hujjatida yonmaysanmi? Ya, yonmaymiz. Chotki. Zo'r. Keldingizmi akajon? Xursand bo'pti. Tinchlikmi? Pulga kuydim akajon. Qattiq kuyasan, nimaga kuyasan? Ana o'tirib bilding degan firmaga pul bergandim. Mashinadagi ekan aka. Savga kirib tur. Savga kir dedim. Ne ko'tarmayapti Shahzod telefonni? Qani u? Kelsam ofis ochuv, seyfda pullar yo'q, Shahzod yo'q, qochib ketgan, bilmayman. Nima? Qatga bo'lib qoladi. Saidahmad nima deyapsa, qani umarras? Oydin Bekzodmisiz? Mamma. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasining 3-4 qismi bo'yicha gumonlanasiz. Sherigingiz Shahzod ham qo'lga olindi. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Bekzod aka, meni qanaqa advokatligimni bilasiz. Oybekdagi uyingiz bilan mashinangizni sotib, garov evaziga sizni olib chiqib ketaman. Keragi yo'q. Nimaga? Men qilgan aybimga yarasha jazoimni olishim kerak. Senga boshqa topshiriq bor. Qanaqa qilib? Shu mangami? Yaxshi, ishonchli qurilish kompaniyasini topasan. Bitta singlim bor. O'sha singlimga uy olib berasan. Bor bitta shunaqasi. Akangiz nomlaridan. Hakama